132, 133 savollar. 132 savol. Adif molekulalar mavjudya. Agar 630 gram glyukoza sintezlanish xloroplastlarda sodir bo'ladi. Parchalanish esa mitoxondriya va sitoplazmada sodir bo'ladi. Demak, birinchi reaksiyamiz 18 ta adifdan 1 molekula glyukoza va 18 ta adif hosil bo'ladi. 18 ta adif 180 gram glyukoza, 18 ta adif. Masala shartida 630 gram beriladigan bo'lsa, 630 ni 18 ga ko'paytirib 180 ga bo'lsak, 63 ta adif parchalangan, sarflangan, 63 ta adif hosil bo'lgan. To'liq parchalantiringa 1 mol glyukozadan 38 ta adif, 38 ta adif bo'ladi. 38 ta adif sarflangan, 38 ta adif hosil bo'lgan adif. Masala shartida 450 berilgan bo'lsa, 450 ni 38 ga ko'paytirib 180 ga bo'ladigan bo'lsak, 95 ta adif parchalangan, sarflangan, 95 ta adif hosil bo'lgan bo'ladi. 132 da aytilyapti, dastlabki adif molekulalar miqdori necha molekula oshgan? Dastlab 63 edi, oxirida 95 bo'lib qolyapti. Demak, 95 dan 63 ta aytsak, 32 molekulaga oshgan bo'ladi. Qancha adif kamaygan deya 163 ta. O'zi 63 ta hosil bo'lgan edi, 95 ta sarf bo'lgan bo'lsa ayirsak, 32 taga kamaygan bo'ladi. 132 ga ham 133 ga ham A javob bo'ladi. 134 to'liq va to'liqsiz parchalangan glyukoza nisbati 1 ga 2 deyapti. To'liq va to'liqsiz, to'liqda 1, chalani 2, to'liqsiz degani. 18 mol adif sitoplazmada hosil bo'ldi. Demak, sitoplazmada 2 ta adif bo'lsa, 18 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 9 mol glyukoza bo'ladi. Jami to'liq va chalada 9 mol glyukoza ekan. To'liq va chala nisbati 1 ga 2 edi, 3 edi. 9 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 mol bo'ladi. Demak, to'liq bir qism edi. 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3 mol to'liq. Chala 2 qism edi. 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6 mol chala hisoblanadi. 134 da aytilyapti, mitoxondriyada hosil bo'lgan adiflar deyapti. Mitoxondriya 3 mol to'liq degani, 3 mol mitoxondriya degani. 3 ni 36 ga ko'paytiradigan bo'lsak 108. 18 ta sitoplazmada 108 ni 18 ga bo'ladigan bo'lsak 6 mol bo'ladi. Javob B variant bo'ladi. 135 da ikkilasining farqi mitoxondriya bilan sitoplazmadagi adiflar ayirmasi 90 ga teng bo'ladi. D javob. 136 da jami adiflarda fosfat kislota nechta deyilgan? Demak, 3 mol chala edi, to'liq edi. 3 ni ko'paytiramiz 38 ga 114 bo'ladi. 6 mol chala edi, chalada 2 ta qo'shib ko'paytirsak 12 bo'ladi. Jami 126 ta adif ekan. Adifda 3 ta fosfat kislota bo'lsa ko'paytirsak 378 bo'ladi. C variant bo'ladi. 141 lola bargida mitoxondriyada deyapti. Mitoxondriyada 2760 kilojol bo'lsa, bir bitta adif 40 kilojol bo'lsa 40 ga bo'ladigan bo'lsak 69 ta adif bo'ladi. Mitoxondriyada 69 adif ekan. Xloroplastlarda esa mitoxondriyaga nisbatan 30 barobar ko'p edi. 30 ga ko'paytirsak 2070 ta adif xloroplastlarda bo'ladi. 18 ta adifdan 1 mol glyukoza sintezlangan bo'lsa, 2070 ta adifdan esa 115 ta glyukoza sintezlangan. O'sha adiflar qancha kilojol demoqchi. Demak, 2070 edi, bitta adif 40 kilojol bo'lsa ko'paytirsak 82800 bo'ladi. Javob C variant bo'ladi. 142 2880 kilojol bo'lsa 40 ta bo'ladigan bo'lsak, 72 ta adif mitoxondriyada bo'ladi. 30 ga ko'paytiradigan bo'lsak 2160 ta adif xloroplastlarda bo'ladi. 18 ta adifdan bitta glyukoza, 2160 ta adifdan esa 120 ta glyukoza bo'ladi. 2160 ta adif edi, 40 ga ko'paytirsak 86400 kilojol bo'ladi. Javob C variant. 143 ta 2520 kilojol mitoxondriyada bo'lsa, 40 ga bo'lsak 63 ta adif bo'ladi mitoxondriyada. 30 barobar ko'p edi xloroplastlarda. 63 ta 30 ga ko'paytirsak 1890 ta adif bu xloroplastlarda bo'ladi. 18 ta adifdan 1 mol glyukoza bo'lsa, 1890 tadan esa 105 ta glyukoza chiqadi. O'sha 1890 ta
ATF'imizning kolesterolini ko'paytirsak, 40 ko'paytirsak 75600 bo'ladi. Javob C variant. 144 3000 kilojoul bo'lsa, mitoxondriyada 3000 ni 40 ga bo'lsak, ATFlar soni kelib chiqadi 75 ta ATF. Xloroplastlarda esa 30 marta ko'paydi, 2250 ta bo'ladi. 18 ta ATFdan 1 mol glyukoza 2250 dan 125 ta bo'ladi. Glyukoza 2250 ni 40 ga ko'paytirsak 90 ming bo'ladi. Javob C variant.